boshimizga ming yutuqdan keyin bir musibat kelsa, o'sha musibat hamma joyda doston qilinadi. Yutuqlar gapirilmaydi, imkoniyatlar gapirilmaydi, foydalar, manfaatlar gapirilmaydi. Yutqazishlar, qiyinchiliklar doim tilda doston. Bir tennischi sherigidan 16 marta mag'lubiyatga uchraganidan keyin 17-martasida g'alaba qozongan ekan sherigini. Shunda aytgan ekan, meni 17 marta mag'lubiyatga uchratish har kimga ham emas degan ekan. Ketma-ket 16 marta mag'lubiyatga uchrayapti. 17-sida Alloh unga bitta g'alaba berdi. Sherigi 16 marta g'alabaga uchragan. Jim hech narsa demayapti. Bir marta yutgan nima deyapti? Meni deyapti. 17 marta ketma-ket mag'lubiyatga uchratish hammaga ham emas. Hozir bugungi kunda o'zimizga o'zimiz soxta qarsak chalyapmiz. Sen zo'rsan deyapmiz. O'zi haftaga bir marta jumaga keladi kechikib. Bo'ldi. Namoz yo'q, ibodat yo'q, zakot yo'q, ro'za yo'q, biror bir rahm va shafqat yo'q, hech narsa yo'q. Bir jumaga kelib qolsa o'zimizga o'zimiz chiqib nima deymiz? Ibodatni qoyillatdik deymiz, zo'r masjidga bordik deymiz.